Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Demak, bugungi mavzuimiz dumg'aza hamda dum so'ylari haqida bo'ladi. Ya'ni nutqlarni deyarli oxirgi mavzular. Xo'p, dumg'aza suyagi dastlab dastlab vertebra sacralis va keyinchalik bizni Xo'p, dastlab demak umurtqalar soni, vertebralar soni 5 tani tashkil qiladi. Umurtqalar hisoblayotgan 5 ta umurtqadan iborat bo'ladi, lekin keyinchalik o'sha hammasi birlashib turib bitta umurtqa hosil qiladi va aynan shu ko'rinishda u qoladi. Bizga ham aynan shu ko'rinish kerak. Xo'p, demak, u sakron so'zi jihatdan iste'mol ko'rinishga ega suyak hisoblanadi. Ko'rinishga ega va unda uchburchak bo'lgani uchun deylik, uchta qism farqlanadi. Ya'ni bu asos qismi, bazis, uchki qismi, apex. Xo'p, endi biz ana aytib o'tdik. Dumg'aza demak uchburchak shakldagi suyak va unda asosiy uchta qismini farqlab o'tdik. Lekin u yondan qaraganda tekis suyak emas, aynan orqaga bukilgan bo'ladi va bu bizda demak bukilgan holatda bo'ladi, orqaga egilgan holatda. Ya'ni bu egilish bizda fiziologik egilish bo'ladi. Boya haligi dastlab aytib o'tdik, umurtqalarda egilishlar bo'ladi, shulardan biri dumg'azada ham bo'ladi. Va bizda qo'shimcha qismlarga keladigan bo'lsak, birinchi asos qismida ko'rishimiz mumkin bo'lgan sohalar bu bizda bo'g'im musiqlari, yuqori bo'g'im musiqlari bor, lekin pastkisi yo'q. Aynan bularning processus articularis superior bir juftdan, ularda artikulyar yuzalar bor, facies articularis. Xo'p, bizda tashqari bitta asos qismida promontorium degan qism bor. Promontorium bu asos qismini shunday yuzasi hisoblanadi, qirg'oq hisoblanadi va bu aynan promontorium degani taniqli, mashhur degani bu ham xuddi haligi vertebra prominens bordek, shunga o'xshagan, ya'ni ma'nosi bir xil. Prominens, promontorium bitta narsa, ma'nosi bir xil. Va promontorium vazifasi, ya'ni klinik ahamiyati bu bizga chanoq o'lchamlarida kerak bo'ladi. Dumg'aza dum so'ylarini umuman atipik umurtqa desak ham bo'ladi. Nimaga? Chunki bunda biz bularda korpus processus, ya'ni arcus processuslar aniq farqlanmaydi. Lekin ularning qoldig'i rudiment sifatida qolib ketgan. Rudiment emas, endi deylik, qoldiq sifatida qolib ketgan. Bizda shuningdek mana o'tkir soni, ko'ndalang anaqa bo'g'im musiqlarini, ko'ndalang musiqlarini qoldiqlari bor. Bundan tashqari bizda ular o'rtasidagi haligi boshqa tipik umurtqalarda ko'rganimiz kabi foramen vertebralis bor. Ya'ni umurtqalar teshik o'zaro canalis sacralisni hosil qiladi. Mana bu yerda ichida kanal bor, kanal hosil bo'ladi va bu kanalga bizda orqa miyani dumi kelib joylashadi. Ya'ni cauda equina bor deb. Bizda orqa miya L1 sohalarida tugaydi. Ya'ni bel umurtqalar birinchi bel umurtqalar sohasida tugaydi. Konus spinalis bo'ladi va undan pastiga esa taxminan mana bu qismlarda tugasa, konus bo'lib turib, undan pastiga bizda cauda equina tushadi. Shunaqa sohalar, tarmoqlar. Va shu cauda equinaning bir qismi aynan dumg'aza kanalining ichida joylashadi va aynan teshiklari bor. 4 juft teshigi bor, aynan old orqa aynan shulardan chiqadi. Bizda maditasini, ya'ni kichik chanoq bo'shlig'ini innervatsiya qilish uchun, a'zolarini, muskullarini innervatsiya qilish uchun chiqadi. Bizda yana ayrim xususiyatlari bor. Ko'ndalang chiziqlar, mana liniya transversa hamda shu teshiklarning o'zining nomi aynan foramen sacralis anterior, foramen sacralis anterior oldingi tomondagi, orqa tomondagi foramen sacralis posterior deyiladi. Va bizda yuzalari ham farqlanadi, ya'ni facies oldingi yuzasi bizda chanoqqa qaraganligi uchun facies pelvina deyiladi. Orqa qismi bizda orqa tomonga qaraganligi uchun facies dorsalis. Ya'ni orqa dorsalis degani orqa degan posteriorga sinonim. Demak, orqa yuzi. Oldingi yuzi anterior delsa ham bo'ladi, faqatgina ko'pincha holatlarda pelvina deb ataladi. Xo'p, orqa yuzasida, oldingi yuzasida aytaylik shular. Liniya transversalar bu umurtqalar birlashib ketgandan qoldiq nima?
bo'tqalar diskda yoki korpuslarda o'zaro birlashgan holda hisoblanadi. Xo'p, endi orqa yuzasida bizda kristallar bor. Ya'ni krista bu qirralar deyiladi. Ya'ni 5 ta krista. Krista sacralis mediana, ya'ni mediana degani o'rta degani, markaziy. Krista sacralis intermedia burjuf bo'ladi va krista sacralis lateralislar bo'ladi. Endi bizda bular qayerdan kelib chiqqanligi qiziq. Bizda dastlab shu dumg'aza umurtqalari dastlab alohida bo'lgan va ularni bitta processus spinosuslari o'zaro birlashib ketish hisobiga bizda krista mediana hosil bo'lgan, krista sacralis mediana. Va ularning yuqori pastki bo'g'im o'smalari birlashishidan bizda krista intermedia va ko'ndalang o'smalar birlashishdan krista lateralislar hosil bo'lgan. Kanal sakralisni chiqish joyi hiatus deyiladi. Hiatus bu hilum darvoza desa ham bo'ladi, teshik desa ham bo'ladi. Hiatus sakralis deyiladi shu qism. Va uni pastki qismida bizda shoxga o'xshagan mana bu yerda shoxga o'xshagan o'sig'i bor. Bu cornus sacralis deyiladi, ya'ni dumg'azaning shoxchasi. Cornus sacralis. Xo'p. Bizda demak dumg'aza suyagining asosiy tuzilishi mana buni mana bu qanotsimon qismi, ya'ni parsalarisning yon qismidan qaraganimizda bizda fasciculus auricularis bor. Mana quloqqa o'xshagan yuzi. Fasciculus auricularis aynan bizda chanoq suyagining xuddi shunaqa yuzasi bo'ladi va o'sha kelib birikadi. Chanoq suyagini haqida gaplashganimizda bunga yana to'xtalib o'tamiz. Va mana bu yerda yana o'ziga xos antrobudurligi tuberositas sacralis bo'ladi. Tuberositas sacralisga ma'lum bir paylar, nimalar ustidan birikishi mumkin. Bizda demak dumg'aza tuzilishi haqidagi aytalik ma'lumotlar shu. Va bizda dumg'aza suyagini differensirovkasi bor. Ya'ni ayollarda, erkaklarda farqlari bor. Ayollarda dumg'aza suyagi biroz kengroq bo'ladi, ya'ni eniga kengroq, eniga kengroq, bo'yiga esa uzunasi esa biroz kaltaroq bo'ladi. Erkaklarda aksincha dumg'aza eniga torroq, bo'yiga uzunroq bo'ladi. Va yana bitta xususiyati bizda mana egriligi burchagi deylik, burchak bo'ladigan bo'lsa, mana qisman burchakka o'xshab nima bo'ladi? Aynan shu burchak ayollarda o'tmas burchak bo'ladi, ya'ni ko'proq egilgan bo'ladi. 90 gradusdan katta bo'ladi. Erkaklarda esa aksincha ko'proq bukilgan bo'ladi, ko'proq egilgan bo'ladi. Shu xususiyatlar bilan demak ayollarda, erkaklarda dumg'aza suyagi farqlanadi. Bizda dum suyagi unaqa murakkab tuzilma emas. 3tadan 5tagacha umurtqalardan tashkil topgan suyak hisoblanadi. Bu ham keyin o'sha o'zaro birikib ketish hisobiga bitta yaxshi suyakkani shuning uchun o'z Coccygeus deb nomlanadi. Dastlab vertebra Coccygeus, keyin o'z Coccygeus deb nomlanadi. Uni asosiy bitta tuzilmasi bor. Bu ham bo'lsa bizda shoxchasi. Ya'ni cornu Coccygeus bo'ldi. Cornu Coccygeus ko'rinishidan mana bular ko'ndalang o'siqqa o'xshashini aytishimiz mumkin. Boshqa xususiyati yo'q. 2, 3, 4 degan. Bunda biz belgilashda demak S O tarzida belgilamiz va 1 dan 4 yoki 5 gacha bo'lib berishimiz mumkin. Va dum suyagida deyarli patologiyadan qisman kamroq kuzatiladi, faqat kamroq.